Assalamu alaykum aziz obunachilar. Bugungi videoda Urganch shahrida 4-dahada Prezident domining 3-qavatida yangi ta'mirlangan 4 xonali kvartiramiz ijaraga chiqdi. Eng asosiy lokatsiyasi Xorazm Umrat jamiyati Do'rmusda joylashgan ekan. Bu tomonda esa 10 ming so'mlik shop, bu tomonda Nökistanka Olimpiya stadioni chorrahasini ko'rishlaringiz mumkin bo'ladi. Siz challar bilan tashqi gözətib o'tsak. Hurmatli mijozlar, kvartiramizni to'liq tushuntirib o'tsak, yangi ta'mirlangan 4 xonali hamma sharoitiga 2 oylab bemalol sig'adi. Xullas hamma majmuasi yangi, ajoyib chiroyli remont qilingan chiroyli bito texnikalarni döşadigan gilamlarimiz, xullas mebellarimiz ham yaxshidan qo'yilgan. Yerimiz girishimiz rakoynamiz, kilitlarni ahamiyat bersagina berimizga datchikli oynalardan qo'yilib o'tilibdi ekan. O'ngimizda spaniyamiz, eshiklarimizdagi high-tech variantda eshiklar qo'yilib o'tilgan. Atachun to'qili oboy patoqlarimiz ham chiroyli o'tirgan, ledlar, galagenlar qo'yilgan. Ish qilib bir oilamiz izzat yosh beradi. Sanuzelimizdan ahamiyat bersak, yine sanuzelimizda bu yerda rakoyna unikas, tahorat qiladigan bu vannamiz 1.30 lik, aristonimiz, dushoyimiz, sushilkalarimiz ham bor ekan. Benimizda endi ikkita o'g'il, ikkita qiz bo'lsa, bemalol arkasına dinlediğini karat qo'yilgan. Shkaf, beram konditsioner, balkonimiz bor. Benimizde 3 mektep, 3 bog'cha bor. 27-28, 30 sonli bolalar bog'chasi, 18-19 sonli o'rta mektebimiz hamda muzika san'at liseyi bor xullas. Dükanlarimiz şurada eng trend dükanlar, Jasmine dükan, Emir dükan, Adina dükanımız, Arsenal dükan, Palon dükan hammasi şurada. Olimpiya stadioni şurada joylashgan. Shaharning qoq markazi desak ham bo'ladi. Fitness klublari ham şurada joylashgan ekan obunachilarimiz. Endi asosiysi oshxonamizni ko'rsatsak, Wi-Fi'larimiz ham bor. Benimizda katta jimli mehmonxonamiz, eshiklarini ham shu qaronlashli eshiklarimiz, stullar keladi bu yerda. Yana bir отдельный keladi turistga. Smart rezolli, yana chiroyli tutilgan obunachilar. Balkondan kengaytib ochib qo'yilib bergan Citroen inverter konditsionerimiz bu yerda. Oynalarimiz ham har xil variantda ochiladigan oynalardan qo'yilgan. Mexanizm yaxshisidan qo'yilib o'tilgan. Endi oshxonani kuzatib o'tsak, oshxonamizda ham hamma sharoitlarimiz bor ekan. Egasi yaxshi inson, yani jing emas, kelib ketib bezovta emas. Yine oshxonamiz, kuxonyalar, patologlarimiz o'tilgan. Benimizda mollar svet, bonimizda nikel svet, moykamiz, mikronovkamiz, bu yerda ajoyib Beko firmani kirmashini, idish tovoqlar, kulver apparatlarimiz ham, gaz plitamiz, Loreto firmani vitechkasi ishlab turibdini ko'rishlar mumkin. Endi benimizda barimiz ham o'tilgan ekan. Bu yerda yana konditsionerimiz, eng afzalligi polchalarimiz, texnik yo'llarimiz ham bor ekan. Kladopkamiz ko'rishlar mumkin. Bu yerda yana karishka, piyoz, banka, sanka, xullas oziq-ovqat qo'ymoqqa bor. Eng lokatsiyasi obunachilar ko'rishlar. 10 ming so'm do'konlar orqasidagi Prezidentskiy dom. Xullas ajoyib. Vitechkani bir ishlatib ko'rsatamiz, yine ishlab turibdi. Skorsda, üst skors yine. Zafarjondan do'stimizning kvartirasi. Shundan narxini kelsak, asosiy narxi $600 ekan. Prezident domining 3-qavatida. Общий kvadrat metrine kelsak 170 metr kvadrat. Sotib qo'ymaydi, faqat ijara $600. Bemalol bog'lanaversa, har doimdek nomerni eslatib o'taman. 91 423 06 06 99 074 46 41 bilan aloqa chiqarasizlar. Reklama xizmatlari bo'lsa, bemalol telefon qilinglar. Yaxshi insonlar ko'p berishga harakat qilamiz. Sog'lik, salomatlikda ko'rishguncha. Hammamiz ishlarimiz o'ngdan kelaversin.